o'shanda full take profit olib berar edi. Keyin bizda endi bozor retest qilib berdi va bozorda nimani ko'ryapmiz? Teoriyada tushuntirganimdek, impuls korreksiya bo'ldi, buzdi mana. Cho'ch bo'ldi makta inducement shakllandi, o'sha minimal tasdiqlandi. Endi retest buy ko'rishimiz kerak edi. Anaqa teoriyada tushuntirganim bo'yicha. Va bizda mana endi minimum tasdiqladi inducement. Endi retestdan buy ko'rishimiz kerak edi. Uni o'chirib turadigan bo'lsam. Xo'sh, bizda nima bor bu yerda? Bizda supply demand zona bor pastda buy chiqish uchun va mana bu yerda breaker block shakllangan. Breaker block haqida video chiqqan. Tepada ko'rishingiz mumkin. O'z order flow mavzusida breaker blockni ham chiqarganmiz. Xo'sh, men bitta limit joylashtirsak, demand zonaga ham bitta limit joylashtiramiz. Iloji boricha savdoga kirish harakat qilamiz. Xo'sh, bozorda yurgizadigan bo'lsak va easy yuravering. Chiroyli reaksiya oldi. Limitlar o'chiramiz, bloklarni o'chiramiz. Bizdagi iloji boricha ortiqcha narsalarni o'chiramiz va bozor yana bir marta boz qildi. Va bizda marta inducement yechilgandan keyin mana minimal tasdiqlandi, marta minimal makka ko'chib o'tadi. Xo'sh, bizda maksimal tasdiqlash uchun kamida cho'ch berib inducementni yechish kerak va impuls korreksiya agar unda yechsa mana shu maksimal tasdiqlanadi va retestdan sell tushamiz. Bozorda yuramiz. Va tasdiqladi. Bu menimcha retest qilishga uspet qilmasligi kerak. Nima uchun deyotganlar bo'lsa, o'sha yerda Fibonacci tortadigan bo'lsa, o'sha 0.5 zonagacha kelib bo'lgan bo'ldi. 0.5 zonagacha keldi va katta ehtimol bilan order blokdan uchib beradi payga. Agar bu order blokdan uchmasa, pastdagi supplydan uchadi. Ya'ni bizda hozir ikki xil edi. Hozir mashdan biz buy chiqsa bo'ladi bemalol. Maksimalgacha 1 ga to'g'ri qilib, agar mavda tepadan supplydan reaksiya oladigan bo'lsa, endi bu supplydan sell tushish vashi agressivniyu, bozorda hamma narsani kutsa bo'ladi. O'ta agressivni kelar limit joylashtirmay qo'yamiz va biz asosan trendga to'g'ri ishlagan holatda pastdagi demanddan ham buy joylashtiramiz. Vot mana inducement yechildi. Ya'ni bozorni ko'radigan bo'lsa, vayda bozor yurib ketib qoldi. Full take profit olib berdi. Xo'sh, bozorni ko'radigan bo'lsak, bozor maytda edi bizda. Ko'rishingiz impuls bilan tushdi, tushdi, yordi. Dajmat inducement bo'ldi, endi retest buy. Ko'rish kerak. Retest buy ko'rish kerak. Значит, bizda inducement zona mana. Уже minimal tasdiqlandi, уже buy. Va bozor easy va chikki yurib berdi. Va bizda yana boz. Xullas, bolalar shuna bo'lib ketaveradi. Bizda hozir inducement zona mana bu yerda. Shuna bo'lib ketilaveradi. Bozor strukturasi shu inducement. Inducement chuvollaring bozorda asosiy yuragi hisoblanadi. O'sha bag'iga xudo xolasa inducementni chiqardim. Endi keyingi mavzu FVG, ya'ni imbalans bo'ladi. Xullas, bolalar sizlar bilan soat ichida AZFX bo'ldi. Video darslar chiqaryapman. Qo'ldan kelgancha sizlarga bilim ulashyapman. Va sizlar ham podeshga qilgan holatda kanalda aktiv bo'lib, reaksiyalar bosib tursalaring anchagina xursand bo'lardim. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.